Qanchalik qiyin bo'lmasin, bu videoni olishga majburman. Chunki tan olish kerak, ko'p narsada adashgan ekanman. Yillar mobaynida noto'g'ri g'oyani odamlarga berib keldim. Bugun tushundim bitta narsani, haqiqatan ham isbotlangan narsani ko'rdim va men bilgan, to'g'ri deb bilgan fiziologiya, neyrofiziologiya, biologiya haqidagi narsalar hammasi noto'g'ri ekan. Hayron qolishingiz mumkin hozir gapimdan, lekin sekret ishlarga. Haqiqatan ham insonni miyasida shunaqa zonalar bor ekan, ular nimani hisobiga olimlar oxirigacha bilmaydi, lekin shu to'lqinni jo'natib, qanaqadir kasalliklarni olar ekan, aytaylik, boylik haqida o'ylashingiz, haqiqatan ham koinotga ta'sir qilib sizni boyroq qilishga moyilligi bor ekan. Va bu narsani tan olishga majburman.